Suv tugadimikan? Ha, yaxshi qiz. Nima bo'ldi mashinangizga? Yana sizmi? Ha, yana men. Aytgancha, o'tgan gal tanisha olmadik. Kamina Johnny Enderfonni. Namuncha? Ismingiz Joni dedingizmi? Hayotimda bunaqa bachkana ism eshitmaganman men. O'zingizni ismingizdan xabarim yo'q. Ismingiz nima? Josefina Angelina Jolimi deding mana. Xudoga shukr. Ismim jismimga mos. Asalina. Tanishganimdan xursandman. Bilasizmi? Bu mashina ayolga o'xshaydi. Nozik bo'ladi. Erkak kishini mehri kerak. Akkumulyatoringizdan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bilmasam, necha kundan beri shu ahvol. Yurgan sari shu o'chib qolaveradi. Ustalarga ko'rsatsam bittasi ham eplab bera olmadi. Qarab boringchi, o'zingiz bir ko'rib oling. Endi pamoyimi hamma joyi joyida. Bilmasam endi ne unaqa ishlamayotgan ekan. Shuni aytaman. Har safar ustalar ko'radi, hech yerda ayb yo'q deydi. Yurganimda to'xtab qolaveradi. Bu mashina ham ayol kishiga o'xshab nozik dedim-ku. Erkak kishini mehri kerak. Bundoq ozgina erkakdan mehr ko'rsa, o'ziga kelib qoladi. Bundoq yaxshilab silab mehr berish kerak bunga. Yaxshi, qani qo'lingiz tekkan mashinani yurgizib ko'raylikchi bir. Oo! Ana. Ismingiz nima edi? Joni akasmidi? Qo'lingiz silab o'rgancha mashinam yurib ketdimi? Ishlab ketdi-ku. Johnny Enderfonni hamisha xizmatda. Rahmat. Yuring endi Joni akasi. Kattasi qilib aylantirib kelaman ko'chalarni. Meni ishlarim juda ko'p. Kichik korxonamda rosta ishlar qaynab yotibdi. Keyingi safar. Voy. Umrimda birinchi marta erkak kishini atkaza olishim. Nozlanganiga o'laymi?